ko'rinib turibdi, anchadan beri kuzatamiz. Sizda yaxshi mollar. Biz aytmoqchimizki, mana shu darajada bo'lsa ham mollarimiz mana darajada. Tagi ham quruq, hammasini. Bular ham ko'zi bilan ko'rinib turibdi. Ancha setlarda boshqa joyda kuzatganimizga qaraganda, hatto mashinalarning ichida ham ko'p joylarda kuzatishimizga qaraganda, sizda mana bu yerda turgan mollaringiz anchagina sifatli-da, buni ko'rib turibsiz. Kasifingiz mol olishga harakat qilyapsiz. 1-2 so'm qimmatroq bo'lsa ham yaxshisini olib sotyapsiz. Asta-asta mana bu import mol olgani kelganlar o'sha yerdan sizdan olib ketyapti. Kim yoqlardan yurib istab yurgandan ko'ra biz bu yerdan olib ketyapti skladni ichidan. Issiq joy, udobna. Yana siz nimalarda taklif qilgan bo'lardingiz o'sha dehqonlarimizga, yuk jo'natuvchilarga, shu qanday nimalarga e'tibor berasiz? Ularga bizda vkusi, kачествоsi hamma yo'q absolyutно joyida. Faqat shu qadoqqa e'tibor bersak bo'ldi. Qadoq deb bizda bitta shu qadoq xolos masalasi. Qadoqni chiroyli qilishga. Ha, endi ya'niki mana bittani ham отдельно bir kilomi yoki hali fasovkalarni ko'rsatyapsiz. Bunday qo'yib qo'yadigan bo'lsa, yana ham a'lo bo'ladi. Narxi ham ko'tariladi. Narxi ham ozmuncha ko'tariladi. Salomat bo'ling-ku, ishlaringizga rivoj. Qaranglar, mana akalar, ukalar, bejirim.